Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarim. Bugungi mavzuyimiz o'zbekistonliklar Navro'z munosabati bilan necha kun dam oladi? Haftasiga 5 kun ishlovchi o'zbekistonliklar Navro'z bayrami munosabati bilan ketma-ket 3 kun, 21, 22 va 23-mart kunlarida dam oladi. 6 kun ishlaydiganlar esa 22-martdan ishlaydi. Haftasiga 5 kun ishlovchi o'zbekistonliklar Navro'z bayrami munosabati bilan ketma-ket 3 kun dam oladi. Bu kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligi tomonidan tasdiqlangan 2025-yilgi ish vaqti va taqvimidan nazarda tutilgan. Demak, haftasiga 5 kun ishlaydiganlar 3 kun dam oladi. 21-mart juma Navro'z bayrami, 22-mart shanba 5 kunlik ish haftasida ishlovchilar uchun dam olish kuni, 6 kunlik ish haftasida ishlovchilar uchun ish kuni. 23-mart yakshanba dam olish kuni. Haftasiga 6 kun ishlaydiganlar uchun faqat juma va yakshanba dam olish kuni bo'ladi. 22-mart shanba ish kuni hisoblanadi. Eslatib o'tamiz, haftasiga 5 kun ishlovchilar 8-mart Xotin-qizlar bayrami munosabati bilan ketma-ket 3 kun 8, 9, 10-mart kunlarida dam oladi. 6 kun ishlaydiganlar esa 10-martda ishga qabul qilinadi.